Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Hozir sizlarga Lucento mahsulotimizning surilish jarayonini obzor qilib beramiz, polniy rost. Instagramda kommentariyada polniy yozishyapti. Lucento mahsulotining polniy surilishini ko'rsatib beringlar deyapti. Sizlar chiroyli ko'rsatib beramiz. Endi xizmatimizga bitta like bosib qo'yapsizlar. Mana hozir Lucentoni mana chiroyli ochib olamiz, salafanlarni. Endi bu kerakli miqdorda mana shu davolga suriladigan joyiga suv olamiz, xudo xolasa. Mana o'zi quyuq bo'ladi, suv solinmagan bunga hozir. Mana quyuqlikda bo'ladi mana shunaqa. Mana shunchasi ham hop, primerni ana qolamiz-da, qo'shib olamiz. Mana bu o'zi savolda quyuq holatda bo'ladi o'zi bu. Hozir bunga ozgina suyultirish uchun, surishga qulay bo'lish uchun mana bir stakanda endi keraklicha suv oling. Hammasi to'kilib solinadi degani emas bu. Mana kerakli miqdorda o'sha dozasiga qarab solinadi. Aziz solaman bo'ldi, mana qo'yib turdim. Agar bunda ham suyulmasa yana qo'shaman. Hozir aralashtirib olamiz buni. Kız. Bu hozir Lucento'ga oq deb bazasi o'zi. Devorimiz ham oq. Просто videoga yaxshi tushishi uchun biz qora rang qo'shib olamiz. Qora rang xohlagan rangni qo'shsa bo'ladi. Любой rang ko'taraveradi, любой rang. Любой firmaning rangini ko'taraveradi. Xo'p, bundan keraklicha miqdorda solamiz. Sizlar uchun qo'shib beryapmiz-da. Rangni qo'shsa bo'ladi. Mana aralashishlari cho'tki. Rangi o'ziga cho'tki oladi. Yaxshilab aralashtirish kerak faqat. O't betda qolib ketish kerak emas. Aralashmasdan. Hozir rang kam ko'p bo'lib qoldi, yana ozgina qo'shib olamiz. Bizga kerakli rangni chiqarmoqchiman. Mana sal to'qroq bo'lsa chiroyli vid beradi. Mana bizga kerakli rangni tayyorlab oldik. Hozir mana shu devorga chiroyli surib ko'rsatib beramiz. Tomosha qilinglar.
Mana hozir buni surayotganda anosiga e'tibor beraylik, qalin yuqaligiga. O'zini xodi bor, o'zini toshini qalinligicha suriladi. Undan qalin ham, yuqa ham bo'lib ketmasin. Mana. Sal bosibroq, mana bundoq qilinadi. O'zini xodida yo'q. Siz hech kim bosib olish kerak emas. Gapiraman. Bu mahsulot fasadga ham ishlatsa bo'ladi, o'zi fasadning narsasi. Uy ichiga ham dekorativniy joyligi chiroyli, vahshiy cho'tka narsa chiqadi. Juda sifatli narsa. Suvga, issiqqa rosa mos keladi. O'zi chiqishadi, suv bilan ham suv bilan. Buni gruntovka suriladi o'zining rangidagi. Bizda tegini oq xilda prosta. Biz hozir bunga vaqt ketib qoladi-da, o'zining tegini ham xuddi shunaqa rang qilsa, vashli zo'r turadi. Hozir образец uchun sizlarga ko'rsatamiz. Iloj boricha tegini ham xuddi shunaqa, usti qanaqa rang bo'lsa, tegini ham xuddi shunaqa rang chiqarish kerak. Iloj boricha. Hozir bizda oq xilda prosta. Bunaqa qilmaysizlar sizlar. Tegini ham xuddi shunaqa rang qilib chiqarasizlar. Emulsiya qilinadi. Fasadga ham o'sha yaxshi fasadning emulsiyadan ishlatinglar. Uy ichiga ham iloj boricha yaxshi baquvvat bo'lib chiqsa, uzoq yillar pul beradi. Buni surgandan keyin qurish vaqti agar fasad bo'lsa, havo yaxshi aylanadigan bo'lsa, 2 soatlarda qurib beradi xudo xolasa. Ana datavo qurish uchun endi bir kun vaqt ketadi, ertagacha qurib beradi. Misol uchun bir kun davomida chiroyli qurib beradi. Uy ichida shunaqa. Iloji boricha uy ichida havo yaxshi aylanmaganligi uchun oynalarni ochib qo'ysa ham havo aylansa tezroq quriydi. Islom gapirayım. Buni hozir mana sur bo'ldi, kerakli miqdorda sur bo'ldi. Hozir buni bitta silib, yana bitta silab chiqaman. Keyin ozgina selgitamiz. Где-то 15 minut selgitamiz. Temir turadi. Keyin sal selgigandan keyin suv qochgandan keyin yana bitta silab olsak, sutki o'sha chistovoy bo'ladi. Mana bizni kerakli joyga suv oldi. Bizga suda chiqadi. Hop, o'zi bitta chelak 20 kilo bo'ladi. 20 kilosi bizning hisobimizcha o'sha zavoddan chiqishda 12 yozib belgilanadi. 12 kvadrat metr. Mana o'sha silanish jarayoni. Iloji boricha silanadigan andavani top-toza qilish kerak, top-toza. Bitta namlatdan olib olamiz, bunday artib turishga. Hozir uni bitta silaganda kley qotib qolish ehtimoli bor. O'shani artib turiladi. Top-toza turishi kerak. Har bitta silganda bitta artiladi. Mana.
surish kerak. Yana bitta eslatma. Bu mahsulotni o'sha Lucento 20 kilolik bo'ladi chelakda, ochishinglarni quyuq chiqadi. Buni suyultirish uchun aziz suv quyiladi, keyin suriladi. Hech kim quyuqlik surib bo'lmaydi, oqib tushiradi. Rahmat hammanglarga, like, podpiska ayamanglar.